Salom, mening ismim Kemi Utman. Men Jahon Adventistlar radiosining vitse-prezidenti va Injilni bashorat sirlarini oshkor qilish dasturining boshlovchisiman. Hozirda Xudo sharofati bilan bu dasturni 5 milliondan ortiq odamlar ko'rib, butun dunyo bo'ylab ko'plagan media eshittirish orqali efirga uzatilmoqda. Tomosha qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Endi men Injil bashoratlarini o'rganishga bag'ishlangan Dunyoni so'nggi hisoboti deb nomlangan yangi dasturni e'lon qilishdan mamnunman. Unda so'nggi voqealarga alohida e'tibor beriladi. Boshlovchi Jahon Adventistlar radiosining prezidenti, ma'ruzachi Dr. Duane Mackey. U butun hayotini muqaddas kitobdagi xushxabarni sayyoramizni barcha qit'alarda joylashgan son-sanoqsiz odamlar bilan bo'lishishga bag'ishladi. Duane va ayoli Ketini 2 farzandi va ulardan 3 nabirasi bor. Ularni hammasi missioner bo'lib, ayniqsa Afrika yerlarida 10 yildan ortiq xizmat qilib kelmoqda. Ular bu dasturda ko'plagan mo'jizalarning guvohi bo'lgan haqida so'zlab beradilar. Bu 15 ta ma'ruzani birortasini ham o'tkazib yubormaysiz deb ishonaman. Ularning bari bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Shuning uchun zudlik bilan muqaddas kitobingizni olib, Dunyoni so'nggi hisoboti deb nomlangan qiziq dasturlariga tayyorgarlik ko'ring. Dunyoni so'nggi hisoboti deb nomlangan yangi dasturda biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Hozir aytib o'tgandek, bu Injilni bashorat sirlarini oshkor qilish dasturining davomi bo'lib hisoblanadi. Biz hoziroq kalomni o'rganishga kirishib, kelajakda bizni nima kutayotganini ko'ramiz. Do'stlar, atrofimizda ko'p voqealar yuz berib, aql bovar qilmas vaqtda yashayapmiz. Dastur 15 ta ma'ruzadan iborat bo'lib, ularni har birini ko'rishga sizlarni taklif qilaman. Har haftada yangi dastur namoyish qilinganda, siz uni qanchalik hayajonli va qiziqarli ekanini ko'rasiz. Biz quyidagi savollarga javob izlaymiz. Biz yagona dunyo hukumati tomon harakat qilyapmizmi yoki sotsializmgami? Endi biz bu dunyodagi global g'oyalarni amalga oshishini kuzatyapmiz. Bu shundaymi? Aslida kelajakda bizni nima kutyapti? Yer yuzidagi barcha odamlar ishdan to'xtagan yoki sayyoramizga ham dam olish kuni beriladigan bir kun belgilanganmikin? Keyin nima bo'ladi? Yana yangi viruslar paydo bo'ladimi? Biz boshdan kechiradigan kunlar haqida o'ylanib ko'ring. Yanada og'ir kunlar bo'ladimi? Bu yana qancha davom etadi? Hayvon belgisi haqida nima deb o'ylaysiz? 666 raqamichi? Shuningdek, ko'pchilik, bular qachon tugaydi? O'limdan keyin nima kutmoqda degan savollar berishmoqda. Bu so'nggi nihoyami yoki nima? Biz mana shu savollarga javob beramiz. Shuning uchun ba'zi bir qiziqarli voqealarni ko'rishda biz bilan birga qoling. Biz barchasini muqaddas kitobga taqqoslab, Xudo biz uchun Armageddondan oldin nima tayyorlab qo'yganini ko'ramiz. Biz bir jumboqni yechishda bashoratdan foydalanamiz. Shunda siz nima bo'layotganini va Armageddondan keyin nima bo'lishini ko'rasiz. Armageddon bu nima? Biz bu savolga javob berishdan avval sizlarni ibodat qilishga chaqiraman. Samoviy Ota, men bilan haqiqatni o'rganishda va Xudo so'zida nima deyotganini tushunishga harakat qilib, butun dunyo bo'ylab yig'ilgan ko'plagan do'stlar uchun minnatdorman. Qachonki biz Doniyor kitobi 2-bobidagi ajoyib bashoratni ko'rib chiqayotganimizda, yurak va ongimizni ochib, sen va'da qilganingdek, barchasini tushunishimizga yordam berishingni so'rab, Iso ismi bilan ibodat qilaman. Amin. Men Oklahoma shtatida katta bo'lganman. Bu AQShning markaziy qismiga yaqinroq. U yer Shimoliy Dakotaga qaraganda biroz iliqroq. Xotinim Shimoliy Dakotadan. Barcha qarindoshlarimiz esa Rossiyadan kelgan. Ular Qora dengiz bo'yida yashab, Amerikaga ko'chib kelgan nemislardir. Qarindoshlarimiz avvaliga Dakotaga borishgan, biroq u yer ular uchun juda sovuq bo'lganidan issiqroq bo'lgan Oklahomaga ko'chib kelishgan. Ketining qarindoshlari sovuqqa chidamli bo'lgani uchun ular Shimoliy Dakotada qolishdi. Xullas, men Shimoliy Dakotadan kelgan fermer oilasining qiziga uylandim. Uning ismi Katie Lang edi va biz uzoq vaqtdan beri birgamiz. Qancha birgaligimizni sizga aytmayman, chunki ayolim menga agar shuni aytsangiz meni yoshimni bildirib qo'yasiz dedi. Bu yaxshi emas. Sizga bir narsani aytishimga ijozat bering. Har safar, har bir sonda biz 3 ta asosiy fikrni ko'rib chiqamiz. Biz kitobning oxiridamiz. Men sizlar bilan baham ko'radigan Bibliyadagi barcha buyuk bashoratlarni siz bilan o'rganib chiqqanimizda ular amalga oshgan bo'ladi. Biz kitobning oxiriga keldik. Hammasi amalga oshdi. Faqat bittasi bundan mustasno. Quyidagi bo'lishi kerak bo'lgan narsa bu Iso kelganda u bilan birga bo'lgan uchrashuv. Bu keyingi voqea.
Siz bilan onalar duosi haqida ham suhbatlashamiz. Agar onamning ibodatlari bo'lmaganida edi, hozir sizga bularni aytmagan bo'lardim. Men sizga ajoyib hikoya aytib beraman. Agar kimdir siz uchun ibodat qilmaganda, hozir siz o'sha turgan joyingizda tirik turmagan bo'lardingiz. Isoni o'zi siz uchun ibodat qilishini aytgan. Bundan tashqari hammamiz birgalikda Xudoning rejasini ko'ramiz. Xudoda sizni hayotingiz uchun reja bor, mening hayotim uchun reja bor. Biz qo'rqmasligimiz kerak. U bizni sevishiga ishonishimiz kerak. Biz uning mehr qo'llaridamiz va u bizga g'amxo'rlik qiladi. Men sizga bir tushni aytib bermoqchiman. Siz qachondir tush ko'rganmisiz? Men tez-tez tush ko'raman, lekin bilmadim. Ular hozir men sizga aytib bermoqchi bo'lgan tushdek muhim bo'lganmikin? Albatta yo'q. Shunday qilib, bir necha oy oldin biz Afrikaga bordik. Biz ko'p sayohat qilamiz. Aslida o'tgan yili biz ba'zi hududlarni 10 marta aylanib chiqdik desam ham bo'ladi. Bizni tasmaga olish guruhimiz katta. Ba'zida biz bilan kemi va suratga olish guruh sayohat qilib, odamlar hayotida sodir bo'layotgan turli va maxsus hikoyalarni yig'amiz. Odamlar hayotida nima bo'lyapti? Ulardan biri bizda Tanzaniyada Arushada sodir bo'ldi. Men Afrikaning boshqa tomonida joylashgan liberiyalik prodyuserimiz Fred bilan bir necha oy oldin gaplashdim. U menga haqiqatan ajoyib bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi. U masihiy bo'lmagan kuchli konservativ jamoatga borib, kuniga ko'p marta ibodat qilgan Muhammad haqida aytib berdi. Bir kuni u tush ko'rdi. Siz ham tush ko'rib turasizmi? Bugun biz bir podshoh tushida nima ko'rgani haqidagi voqeani ko'rib chiqamiz. Biroq hozir gap Muhammad haqidadir. Shunday qilib, u tushida sening inoyating qanchalik ajoyib degan so'zlarni eshitdi. Bu to'liq qo'shiq. U hech qachon bunday so'zlarni eshitmagan edi. U dovdirab qoldi. Bu nimani anglatishi mumkin? Tushida u yorqin nurni, keyin karavotni yonida turgan farishtani ko'rdi. Qo'rqqanidan uyg'onib ketdi. Bu nimani anglatadi? Ertasi kuni u Adventistlar jahon radiosini tingladi. U radio priyomnikni olib chiqib, kerakli stansiyani topib, diqqat bilan tinglay boshladi. U yana o'sha qo'shiqni eshitishni istardi. Bu ertasiga, indiniga va hatto 2 kundan keyin ham sodir bo'lmadi. Keyingi kecha u uxlaganda farishtani yana ko'rdi. Farishta unga ko'rinib, yana inoyat qanday ajoyib deb qo'shiq kuyladi. Bu yana nima? U qo'shiqni tinglaganda yuragi qovonib tezroq ura boshladi. U uyg'onib atrofga qaradi. Farishta yo'q edi. Lekin har kuni Muhammad tinmay radio tingladi. Har safar u radio dasturlarini tinglaganda, Xudo uning hayotida qilishini xohlagan ishdan u ilhomlanardi. U ko'proq radio tinglay boshladi va 3-marta farishta unga tushida ko'rindi. Sening inoyating qanchalik ajoyib. U yana uyg'onib atrofga qaradi, lekin farishta yo'q edi. Muhammad buning bari nimani anglatadi deb o'ylandi. Keyingi kuni u ibodat qilish uchun cherkovga bordi. U yerga borishi bilan farishta paydo bo'ldi va nurdagi farishta u bilan gaplasha boshladi va keyin inoyat qanday ajoyib deb kuyladi. Bilmadim, men hech qachon farishtalar kuyini eshitmaganman, lekin bu ajoyib ekanligiga aminman. Bu albatta Muhammadning yuragiga tegdi. So'ng farishta unga, "Boshqa bu yerga kelma. Sen radioga qo'ng'iroq qilishing kerak" deganda, u shunday qildi. U do'stim Fred bilan bog'landi. Fred u bilan muqaddas kitobni o'rganishni boshladi va tez orada Muhammad Isoga yuragini ochib, tavba qilib, yaqinda suvga cho'mdi. Bu ajoyib emasmi? Radio tingladi, qo'shiq eshitdi. Mana bu ajoyib. Tushlar. Bashoratlar ko'pincha tushlar bilan bog'liqdir. Bugun Injil bashoratlarini ayrimlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. So'ngra biz keyingi taqdimot mavzuga o'tamiz. Biz Doniyor kitobining 2-bobidagi bashoratga o'tishdan oldin sizga murojaat qilmoqchiman. Agar sizda Bibliya bo'lsa, Doniyor kitobining 2-bobini o'qishdan oldin hozir uni qo'lingizga oling. Keyingi mavzu hayvon belgisiga bag'ishlanib, bu birinchi mavzudir. Bu juda katta mavzu bo'lgani uchun hammasini bitta voizlikka kiritish men uchun qiyin bo'lardi. Shuning uchun bizda 2ta mavzu bo'lib, birinchisi hayvon belgisidir. Bu bizning keyingi prezentatsiya. 6 yil oldin men bu rasmni ko'rdim. Ehtimol ba'zilaringiz uni eslaysiz. Bular igilning bolalari. Bugungi kunda Yaqin Sharq va dunyoning boshqa qismlarida, balkim hozirni o'zida sizni yurtingizda sodir bo'layotgan ishlar nimani anglatishini haqida o'ylanib ko'rdingizmi? Xo'sh, ushbu dasturlarda, ayniqsa bugungi taqdimotda Doniyor kitobining 2-bobini ko'rib chiqib, sababi nima ekanligini bilib olamiz. Qachon biz javobni topish uchun kalomga chuqur kirganimizda, siz hayron bo'lasiz.
Biz aytilgan bashoratlar birlashib, rasm hosil qilishini va biz hozir qayerda ekanligimizni hamda keyin nima bo'lishini birgalikda ko'ramiz. Keyin nima bo'ladi? Avvaliga men har safar urg'u beriladigan juda muhim narsani eslatib o'tmoqchiman. Biz Injil bashoratlar sirlarini oshkor qilish dasturida aytganimizdek, faqat Bibliyaga murojaat qilamiz. Kemi aytganidek, hamma narsa faqat Bibliyadan. Biz boshqa manbalardan yoki bashorat yozuvlardan va kelajakdagi ob-havolardan ham hech narsa olmaymiz. Taqdimotlarda biz gaplashadigan hamma narsa faqat Bibliyadan asoslangan. Bu muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, unga ishonaman. Agar u muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. Buni men bilan takrorlashni xohlaysizmi? Bu muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, ishonaman. Agar u Bibliyada bo'lmasa, bu men uchun emas. Mavzularni o'rganish davomida shunday qilish to'g'rimi? Ha, chunki biz har diqqatimizni Xudo kalomiga qaratishni xohlaymiz. Vahiy kitobida har bir 3-matn bashoratlarni o'z ichiga olgan kitob ekanligini bilasizmi? Muqaddas kitobda bu doniyor va vahiy kitobidir. Biz doniyor kitobidan boshlab, keyin vahiyga o'tamiz. Lekin ular bir-biri bilan uzviy bog'liq. Mana, vahiy kitobidagi har 3-matn eski ahddan olingan so'zlarni o'z ichiga oladi. Ba'zi odamlar savol berishadi. Bibliyada nechta kitob bor? Bibliyada 66 ta kitob borligini bilasizmi? Eski ahdda 39, yangida 27. 66 raqamini eslab qolishni osonligini bilasizmi? Ishonchim komilki, 666 raqami sizga yaxshi tanish. Endi bir oltini olib tashlang. Keyin esa shunday. 6 ning yarmi 3 ta va 3 + 6 = 9. 39 bu eski ahd va 3 karra 9 esa 27. Bu juda oson, shunday emasmi? Bibliyada 66 ta kitob bor. Undan 39 eski ahd, 27 yangi ahd. Injil bashoratlarini o'rganar ekanmiz. Dunyoda nima bo'layotganini kuzatish juda qiziq. Men bir ajoyib voqeani siz bilan bo'lishni istayman. Uning mohiyatini qisqacha aytib beraman. Bu 1985-yilda Sharqiy Germaniyadagi Leipzigda sodir bo'lgan. Ko'pchilikdan iborat bo'lmagan bir guruh odamlar birgalikda ibodat qilishga qaror qilishdi. Ular bir necha marta qayta ibodat qilishdi. Avvaliga ular ozchilik edi, keyin 100, keyin 200 va keyin yana ko'paydi. 1987-yilda bilganingizdek Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Ronald Reagan Berlin devorlari oldida Germaniyani sharq va g'arbga bo'ldi. U dunyoni dahshatga solgan shu so'zlarni aytdi. Janob Gorbachov, bu devorni qulating. Janob Gorbachov, bu devorni qulating. Xo'sh, ibodat qiluvchilar yana 2 yil davomida ibodatni davom ettirishdi. Va mana 1989-yil dushanba kuni kechqurun ibodat qilgan millionlagan odamlar ko'chaga chiqib devor tomonga bordi. Askarlar hayratda qolishdi. Ular nima qilishini bilmadilar. Million odamlar ularni va devorni o'rab, uni buza boshladi. Televideniya sharofati bilan butun dunyodagi odamlar devor qulashini tomosha qilishdi. Germaniyada Yangi Respublika deb nomlangan jurnal, gazeta bor. Bu imoniylar gazetasi emas, biroq unda ibodat hammasini o'zgartiradi degan maqola chop etildi. Qadimda ibodat voqealar holatni o'zgartiradi degan maqol bor. Biz ibodatning haqiqiy kuchiga kafolat bera olmaymiz, lekin biz bilamizki, ibodat qilgan odamlar zamonaviy Yevropa yo'nalishini o'zgartirdi. Ibodat qilganlar zamonaviy Yevropa yo'nalishini o'zgartirdi. Ishonchim komilki, siz ham buni bilasiz. Qachon ibodat qilganimizda Xudo eshitib javob beradi. O'shanda ajoyib ishlar sodir bo'ladi. Biz bundan buyon bu haqda ko'p gaplashamiz. Chunki ibodat haqiqatan ham hamma narsani o'zgartirishiga ishonamiz. Xudo sizga kerak bo'lgan hamma narsani biladi. Ehtimol hozir hayotingizda og'ir kunlar bo'layotgandir. Lekin muqaddas kitobni, Doniyor kitobini 2-bobini o'qiyotganda faqat Xudo hammasini nazorat qilib turganini bilish muhim. Mikhail Gorbachov va Boris Yeltsindan keyin bir haftadan so'ng men Rossiyada, Moskvada bo'ldim. Boris Yeltsin o'sha paytda Oq uyda edi. Mikhail Gorbachov esa Qrimda. KGB xodimlari qo'lga olinib, 14 soat davomida harakat to'xtatilgan. Nima uchun bilasizmi? Bu 1991-yil 21-aprelda sodir bo'ldi. Chunki Rossiya hukumat binosi atrofida Xudodan bu ishga aralashishni so'rab ibodat qilgan odamlar bor edi. Va u aralashdi. U shunday qildi. Shuningdek, harbiylar o'z odamlariga qarata o'q uzmadi. Ular nima qilishni bilmay qolishdi. Men bir haftadan keyin u yerda bo'ldim. Mana menda fotosurat bor.
Men aynan o'sha yerda turganman va bu juda ajoyib bo'lgan. Askarlarni yaqintirmaslik uchun odamlar qurgan barrikadalarni ko'ring. Ha, men u joyda bo'lishga muvaffaq bo'ldim. Biz Sovet ittifoqiga Moskvaga uchdik. 6 hafta o'tgach, hamma narsa o'zgargandan so'ng biz Rossiyadan uchib ketdik. Biz Leningradga uchib kelib, u yerda bir qator ma'ruzalar o'tkazdik. 6 hafta o'tgach, biz Sankt-Peterburgdan uchib ketdik. Hammasi tezda o'zgardi. Buning barini aytayotganimning sababi hozir ham hamma narsalar o'zgarishda davom etayotganini ko'rsatishdir. Isoning kelishidan oldin ham yana o'zgarishlar ko'p bo'ladi. Bu harakatni men yagona jahon hukumati tomon harakat qilgan sotsializmni aytib o'tganman. Aslida ko'p yillar oldin Stalin sotsializm yagona jahon qudratiga olib keladi degan. Yagona dunyo hokimiyati. Mikhail Gorbachov esa biz faqat yangi dunyo tartibining shakllanish yo'lining boshidamiz. Bu ko'p yillar oldin aytilgan bo'lib, bugungi kunga nima aloqasi bor dersiz? Xo'sh, bu bino qurish kabidir. Benjamin Kremdan sizni rejangiz qanday deb so'rashganda, u mening rejam yangi dunyo hukumati va yangi dunyo dinini kiritish deb javob bergan. Yagona din, yagona jahon hukumati, hamma narsa shunga qarab ketmoqda. Globallashuv haqida eshitganmisiz? Globallashuv g'oyalari. Odamlar bu mumkin deb ishonadi. Bu haqiqatan sodir bo'ladimi? Bu haqida bizga muqaddas kitob aytadimi? Aslida George Bush shunday degan. Bizda o'zimiz va kelajakli avlodlar uchun yangi dunyo tartibini yaratishga imkon bor. Muvaffaqiyatga erishganimizda va biz bunga erishamiz. Bizda haqiqiy imkoniyat bo'ladi. Bu globallashuv. Bu yangi dunyo tartibi, yangi jahon hukumati bo'lib, odamlar fikri bo'yicha bizni kutmoqda. Ko'p yillar oldin Benjamin Franklin aytgan so'zlarini tinglang. Xavfsizlik uchun erkinlikdan voz kechganlar unga ham bunga ham noloyiqdir. Qoyil. Bu haqida o'ylab ko'ring. Xavfsiz bo'lish uchun erkinlikdan voz kechganlar unga ham bunga ham loyiq emas. Ajoyib. Qarang, shunday emasmi? Amerika hozirda xavotirda. Atrofimizda nimalar bo'layotganini biz jurnallardan ko'ryapmiz. Dunyo vahimada. Yaqinda paydo bo'lgan yana bir pandemiya. Bu yana ko'payadimi? O'ylashimcha, ha. Buning bari mahalliy miqyosda emas, globalni keltirib chiqaradi. Bu butun dunyoda sodir bo'lmoqda. Doniyorning kitobida 2-bobini o'qiganimizda, undagi voqealar Iso haqidadir. Ha, har bir taqdimotning markazida, har bir ma'ruzada faqat bitta shaxs bor. U Isodir. Agar Iso bo'lmasa edi, men bu yerda bo'lmasdim. Tirilishdan keyin u bilan birga bo'lishni istardim. U shogirdlari bilan uchrashib, bolaxonada ular bilan suhbatlashganini eslaysizmi? Iso Jalila ko'lida ular bilan uchrashgan. Endi u Quddusdan uzoq bo'lmagan, Emmaus yo'lida, Baytaniyada. U baliqchi shogirdlari bilan birgalikda bo'lgan. Hammasi Isoning atrofida edi. To'satdan aql bovar qilmaydigan narsa sodir bo'ldi. U yuqoriga, osmonga ko'tarildi. Iso ko'tarildi. Shogirdlar qarab turishdi. Bilasizmi, ular hech qachon hozir bizni bolalarimiz ko'rgan Supermandek multfilm yoki shunga o'xshash video o'yinlarini hech qachon ko'rishmagan. Iso ko'tarilgan, ular esa hayratlanib qarab turishgan. Aql bovar qilmaydi. Iso osmonga ko'tarilganda ular ajablanarli chuqur tuyg'uni his qilgan. Shunda ikkita farishta paydo bo'lgan. Eslaysizmi, Bibliyada yozilishicha, ular oq kiyimda bo'lib, shunday deyishgan: "Ey jalilaliklar, nimaga osmonga qarab turibsizlar? Iso osmonga ko'tarilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizlar. U osmonga qanday ko'tarilgan bo'lsa, xuddi shunday qaytib keladi. Iso osmonga ketdi. Kelajagimiz, butun kelajagimiz Xudoning kalomida yashiringan. Biz o'sha kalomga murojaat qilamiz. Shoh ko'rgan tush haqida o'qish juda qiziq. Biz siz bilan tush haqida gaplashdik. Ha, bu hayotimizning bir qismidir. Shoh Navbuxadnazar qadimgi dunyo shohlari orasidan eng mashhurlardan biri bo'lib, u bir tush ko'rdi. Va u biroz qaysar bo'lgan deyishimiz mumkin. Uning so'zi qonun bo'lib, u har doim o'z istaganiga ega bo'lgan. Lekin bu safar u ko'rgan tushini eslay olmaganidan xafa bo'ldi. Chunki u tushning ma'nosini bilmoqchi edi. Shuning uchun u o'zining barcha afsungar, folbin, sehrgar va munajjimlarni chaqirdi. Ularni chaqirib dedi: "Do'stlar, kecha tunda tush ko'rdim, lekin uni eslay olmayapman. Siz menga qanday tush ko'rganimni va uning ta'birini aytib bering." Ular: "Ey shohimiz, abadiy yasha. Nima desang qilamiz. Faqat bizga nima ko'rganingni aytib ber. Bizga tushingni ayt va biz talqin qilamiz." "Yo'q," dedi u. "Men buni qila olmayman. Menimcha u bu odamlar nima kutishganini yaxshi bilardi." Agar shoh ularga ko'rgan tushi haqida ozgina bo'lsa ham fikr berganida edi, ular albatta unga talqin qilib berardi. Ular javob berib: "Shohimiz, yo'q, siz tushunmadingiz. Faqat ko'rgan tushingizni aytib bering."
Shoh esa, "Yo'q, siz tushunmadingiz" dedi. "Agar buni qilmasangiz, agar menga nima tush ko'rganimni aytmasangiz, siz uchun yomon bo'ladi. Butun oilangizni va sizlarni o'ldiraman." Qanday qilib? Ha, shunaqa. Doniyor kitobi 2-bob 12-oyat. Darg'azab bo'lgan shoh Bobildagi barcha saroy maslahatchilarini qatl qilsin deya farmon berdi. Qachonki farmon chiqqanda, ular yashirinish uchun qochishdi, chunki ular o'lim xavfida edilar. Ular dahshatga tushishdi. Keyinchalik Doniyor kitobining 2-bob 26-oyatida yozilgan. Shoh Doniyorga yuzlanib, Doniyor donishmandlardan biri bo'lgan. Ular Shadrax, Meshach va Abdenaxu. Olovli o'choq haqidagi voqeani eslaysizmi? Bu o'sha olovli o'choqda bo'lgan 3 ta yahudiy yigit, Shadrax, Meshach va Abdenaxu. Doniyor ularning do'sti bo'lib, ular ham donishmand hisoblangan. Ular ham shohona dasturxondan yeganlar, lekin esingizda bo'lsin, ularning ovqati meva va sabzavot bo'lgan. Bu haqida biz boshqa safar gaplashamiz. Demak, 2-bob 26-oyat. Shoh Doniyorga yuzlanib, Doniyorning boshqa ismi Beltashar edi. "Sen menga ko'rgan tushimni hamda uning ta'birini aytib bera olasanmi?" dedi. Albatta u yo'q dedi. Lekin u bu uchun ibodat qildi. "Yo'q, bilmayman" degandan keyin u davom etib, "Lekin samoda Xudo bor" dedi. Doniyor 2:28. Lekin samoda shu kabi sirlarni oshkor qila oladigan bir Xudo bordir. U sizga ey shoh hazratlari, oxiratda bo'ladigan narsalarni ayon qilmoqchi. Siz tushingizda ko'rgan vahiy quyidagicha edi. Bu bobda Doniyor shohga ko'rgan tushini aytishni boshladi va u yerda ushbu parchani kalomdan o'qib berishimga ruxsat bering. Doniyor 2-bob 31-35-oyatlar. Ey shoh hazratlari, tushingizda siz bahaybat bir haykal ko'rdingiz. Oldingizda turgan o'sha ulkan haykallarning ko'rinishi nihoyatda yarqiroq va qo'rqinchli edi. Haykalning boshi toza oltindan, ko'krak va qo'llari kumushdan, beli va sonlari bronzadan, boldirlari temirdan, oyoqlarining bir qismi loydan, bir qismi temirdan edi. Unga qarab turganingizda tog'dan o'z-o'zidan uzilgan bir tosh dumalab kelib, haykalning loy va temirdan bo'lgan oyoqlariga urildi-da, ularni parcha-parcha qildi. Temir, loy, bronza, kumush va oltin parchalanib, yozgi xirmonlardagi to'ponday bo'ldi. Shamol ularni uchirib ketib, hech bir asar qoldirmadi. Haykalga urilgan tosh esa katta tog' bo'lib, butun yer yuzini qopladi. Aslida shohni tushida nima ko'rganini o'qish bu ajoyib hikoyadir. Podshoh nima orzu qilgani haqida o'qing. Bu Doniyor kitobining 2-bobida yozilgan. Uni o'qib ko'ring. Agar hozirda yoningizda Bibliya bo'lmasa, uyga borganingizda olib, keyincharoq butun bobini o'qib chiqing. Bu voqealar eramizdan avvalgi 605-yil atrofida, Masih davridan 600 yil oldin sodir bo'lgan. Shunday qilib, biz bu yerda Doniyorni ifodalagan bashoratini ko'ryapmiz. Bu boshqa Injil bashoratlar sirlarini ochib beradi va biz bunda 2500-2600-yildagi dunyo tarixi bashoratini ko'ramiz va bu haqiqat. Agar biz uni o'rganib chiqsak, uni to'g'riligini ko'ramiz. Chunki Xudo kalomi haqiqatdir. Qoidani eslaysizmi? Bu muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, unga ishonaman. Agar u muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. Doniyorni tushini tushuntira boshladi. Oltin bosh. Bu Sensach shoh. Shoh Navoxodonazarga bu so'zlar yoqib keldi. Eshitganlaridan mamnun bo'ldi. U boshqa tinglashni xohlamadi, chunki u bilishni xohlagan narsa o'zini oltin bosh ekanligini edi. Birinchi raqamdagi shohlik. Oltin bosh Navoxodonazar yaxshi, lekin Doniyor tush ta'birini davom etadi. U pastroqqa, kumushga tushadi va bu yerda shoh Navoxodonazar boshqa shohlarni yoki undan keyingi dunyodagi boshqa shohliklarni ko'radi. U shohliklarni boshqa hukmdorlar boshqaradi. Bular jahon imperiyalari. Shunday qilib Doniyor so'zlariga ko'ra, Bobil va Navoxodonazardan keyin yana bir imperiya bo'ladi. Keyinchalik biz nima bo'lishini ko'ramiz. Media forslar bostirib kelganida Bobil quladi. Mana, Bobil haqida aytilgan so'zlar. Bobil mening ko'zlarim uchun zavq bag'ishlaydi. Ulug'langan shahar, u abadiy tursin. Bu so'zlar hozirgi Sharqiy Yevropaning Germaniyadagi Berlin muzeyidagi Ishtar darvozasida yozilgan. Bobil vayron bo'lgandan so'ng, uni maxsus ramz sifatida Yevropaga olib kelingan. U abadiy tursin dedi shoh Navoxodonazar. Bu oltin shohligi edi. Bu oltinni sharofati bilan tanilgan edi. Shuning uchun oltin bosh. Bu unga moslashgan tasvir. Tarixga nazar tashlasak, keyin nima sodir bo'lganini ko'ramiz.
Sizga bir narsa aytmoqchiman. Ba'zi odamlar savol berib, umuman nima bo'lyapti deydi. Balkim siz Saddam Husaynni bu rasmini ko'rgansiz. Esingizda bo'lsa, u yashiringan bo'lib, faqat bir necha yil oldin topilgan. U g'orga yashirinib, omon qolishga harakat qilgan. Uni Iroq qulaganidan keyin topishgan. U o'zini ikkinchi Navuxadnazar deb hisoblagan. U shunday degan: "Men haqiqiy Navuxadnazarman. Men uning o'rnini egallayman." Xo'sh, Saddam Husayn uchun bunday bo'lmagan. Keling siz bilan tarixni ko'raylik. Muqaddas kitobda Ibrohim va Sora haqida hikoya bor. Uni eslaysizmi? Balki siz ular haqida yakshanba yoki shanba maktabida eshitib, Ibrohim haqida bilib olgandirsiz. Ibrohim 100, Sora 90 yoshda bo'lgan. Ibrohimga farishta ko'rinib, Sora farzandli bo'lishini aytgan. Sora esa farishtani eshitib kulgan. Chunki u 90 yoshida bo'lib, uning farzandi bo'lmagan. Shunday qilib, farishta g'oyib bo'lgandan keyin, farishta Ibrohimni olib ketib, osmondagi yulduzlarga qara. Sening avloding shuncha ko'p bo'ladi degani. Esingizdami? Farishta ketgandan keyin Sora Ibrohimni oldiga kelib, Ibrohim, hammasini eshitdim. Nimani eshitding? Hammasini eshitdim. Men farzandli bo'larkanman, lekin bu mumkin emas. Sen bilasan, men 90 yoshdaman. Bu ajoyib edi, lekin Sora nima dedi? Menda bir fikr bor. Nima fikr? Bizni madaniyatda shunday qilish mumkin. Mening bir xizmatkorim bor, uni senga beraman. U senga xotin bo'ladi. Shunda u bolani tug'ishi mumkin. Shunday qilib hamma narsa u aytganday bo'ldi. Hojar esa o'g'il tug'ib ismini Ismoil deb qo'ydi. Ehtimol ayollar ikki uy bekasini bir oshxonada bo'lishi imkonsiz ekanligini yaxshi biladi. Odatda bundan yaxshi narsa chiqmaydi. Biroq hammasi farishtalar aytgandek bo'ldi. Sora homilador bo'lib, o'g'il tug'di. Uni Ishoq deb atadilar. Lekin Ibrohim xotini Sora tomonidan katta bosim ostida qoldi. Bu Hojardan qutulishning kerak. Uni uyimdan haydab yubor. Men uni bu yerda bo'lishini xohlamayman. Shunday qilib, Hojar va chaqalog'i Ismoil haydab chiqarildi. Hojar arab qabilasini onasi bo'ldi. Bu biz ko'rgan bosim. Bu oilaviy janjal. Shunday emasmi? Yillar davomida arab va yahudiylar biri-biri bilan janjallashmoqda. Bu esa kurashni keltirib chiqarardi. Ammo tarix bizga nimaga shunday ekanligini tushuntirib beradi. Endi shohni tushi haqidagi hikoyaga qaytamiz. Doniyor davom etib shunday dedi: Sizdan keyin jahon sahnasiga boshqa buyuk bir shohlik chiqadi. Bu siznikidan zaif bo'ladi. Doniyor 2:39. Shunday qilib yana bir shohlik keladi. Navuxadnazar buni eshitishini istamadi. Yana bir shohlik bor va bu kumushli ko'krak. Biz bilamiz, keyingi shohlik Midyoforsdir. Ishayo 45-bob 1-oyat. Navuxadnazar davridan 100 yil oldin, Doniyor davridan oldin bir payg'ambar yuborilgan bo'lib, payg'ambarchilik Ishayo kitobida yozilgan. Egam aytar: Men shoh qurishning o'ng qo'lini kuchaytirdim. Xalqlarni unga itoat ettiray deya, shohlarni qurolsizlantiraman. Uning oldida eshiklar ochiq turadi. Darvozalar yopilmaydi. Bu yerda darvoza ko'rsatilgan. Aslida shunday bo'ldi. Belshazar Navuxadnazarning nabirasi bo'lgan. U bayram uyushtirdi. Unda hamma o'ynab kulib yayrashdi. Ularga Quddus ma'badidan keltirilgan idishlarni sharob keltirdi. Bayram paytida sharob bilan mast bo'lib, Xudoni masxara qilishdi va kimdir darvozani qulflashni unutdi. Keyin kir kirib keldi. Eslaysizmi? Bundan 100 yil oldin darvoza qanday ochiq qolishi haqida bashorat qilingan. Darvozalar ochildi. Kir Furot daryosini boshqa tomonga yo'naltirib, o'z qo'shinini quruq daryodan olib o'tib, to'g'ridan-to'g'ri shaharga kirdi. Shunda Bobil yengildi. Shunday qilib, Midafors kumushdan yasalgan ko'krak. Keyingi shohlik va 3-shohlik butun yer ustidan hukmronlik qilgan bronza shohlikdir. Butun yer yuzidagi 3-shohlik Medoforslardan keyin hukmronlik bo'lgan bronza shohlik bu Gretsiya. Bibliya hikoyasidan biz bilamizki, Gretsiya keyingi jahon imperiyasiga aylandi. Biz Aleksandr Makedonskiy ismli odam haqida bilamiz. U ajoyib general. U yashin tezligi bilan butun dunyoni zabt etganda, bilishimcha u faqat 32 yoshida edi. U butun dunyoni zabt etganidan so'ng, boshqa bosib oladigan hududlar qolmaganidan xafa bo'ldi. So'ngra u bezgakka chalinib vafot etdi.
O'limdan oldin u shohlikni 4 generalga berdi. Tarixchilardan biri shunday degan: "Ishonchim komilki, o'sha paytda uning ismi yetmagan na bir millat va na bir shahar bo'lmagan." Go'yoki qandaydir bir ilohiy qo'l uning tug'ilishi va harakatini boshqargandek tuyuladi. Shunday qilib juda qisqa vaqt ichida buyuk Aleksandr butun dunyoni zabt etdi. Biroq 32 yoshida vafot etib, hukmronlikni 4 generalning qo'liga berdi. Buning bari ham bashoratning bir qismi bo'lib, buni o'rganishni davom etganda keyinroq ko'ramiz. 4-shohlikka e'tibor bering. Demak, bizda oltin bosh bor, ya'ni Bobil. Va shoh Navbuxadnazar. Keyin kumush ko'krak, ya'ni Midiya va forsliklar. Keyin bronzadan qilingan beli va sonlari. Bu Aleksandr Makedonskiy. So'ngra 4-shohlik. Mana, Daniil 2:40-oyat. Undan keyin temirday qattiq 4-shohlik bo'ladi. Temir hamma narsani sindirib yo'q qilganiday. Shunday qilib oxirgi shohlik, oxirgi buyuk shohlik, Jahon imperiyasi. Bu Rim imperiyasi. O'sha shohlik ham undan oldingi shohliklarni buzib yo'q qiladi. Doniyor 2:40. Demak, temir shohlik bu Rim. Xo'sh, bu bizni qaysi vaqtga olib keladi? O'ylashimcha, buni siz yaxshi bilsangiz kerak. Muqaddas kitobni o'qiymiz, biz muqaddas kitob hikoyasini bilamiz. Biz to'g'ri Isoning tug'ilishini o'qiymiz. Edward Gibbon o'zining Halokat tarixi va Rim imperiyasining yiqilishi kitobida oltin deydi. Tarixchilar shuningdek buyuk islohotchilar butun tarix davomida bu haqida ko'p yillar davomida aytishgan. Oltin, kumush va bronza ramzi xalqlar va ularning shohlarini belgilashda xizmat qilgan. Tarixchi bo'lgani uchun u Navbuxadnazarning tushida keladigan barcha shohliklar ko'rsatilganini bilgan. Rimning temir monarxiyasidan qolganlar ketma-ket yo'q qilindi. Aql bovar qilmaydi. Rimning temir monarxiyasi, shuning uchun u temir deb nomlangan. Isoni tug'ilishi haqidagi voqeani eslaysizmi? Luqo 2:1. O'sha kunlarda Qaysar Avgust butun yer imperiyasini aholi ro'yxatga olsin degan farmon chiqardi. Iso tug'ilgan paytida mana nima bo'lyapti. Biz ushbu matnni o'qiganda Isoning onasi va otasi Yusuf va Maryam Baytlahamga borganini bilamiz. Esingizdami? Mehmonxonada joy yo'q edi va Iso og'ilxonada tug'ilgan. Buni tasavvur ham qila olmayman. Biz bu haqida keyinroq gaplashamiz. Menimcha 3 ta taqdimotdan so'ng biz bu mavzuga kelamiz. Bu juda ajoyib. Ammo Rim imperiyasi Iso tug'ilgani uchun barcha masihiylarga va jamoatlarga, so'ngra esa uning izdoshlariga g'azablangan. Biz bilamizki, ularning ko'pchiligini Kolizeyda sherlarga ozuqa bo'lgan. Buning bari Rim imperiyasining tarixida yozilgan. Keti bilan men Rimda bo'lganimizda biz Kolizeyga bordik. Biz u yerda qachonki arslonlar ularni g'ajib tashlash uchun yaqinlashayotganida, ularning yig'lab ibodat qilayotganini olomon esa qichqirib ha deganini eshitgandaymiz. Gladiatorlar jang qilgan joyda Kolizeyda dahshatli voqealar sodir bo'lgan. Jirkanch narsalar, Rim dahshatli monarxiya edi. Bo'lgan voqealardan nafrat uyg'otadi. Bashoratda yana nima deyilganini e'tibor bering. Siz haykalning oyoqlari va oyoq barmoqlari bilan bir qismi loydan, bir qismi temirdan ekanligini ko'rdingiz. Ya'ni, shohlik qisman kuchli va qisman zaif. Shunday qilib, biz haykalni oyoqlariga o'tamiz. Bu uning oxirgi qismi. Oyoqlar. Bu biz yashayotgan vaqtni bildiradi. Ushbu rasmdagi har bir oyoqqa e'tibor bering. Mana har bir oyoqdagi 5 ta barmoqqa qarang. Oyoqlaringizdagi barmoqlar 5 tadanmi? Albatta shunday. Shunday qilib oyoqlar 10 ta barmoq bor edi va biz 10 shoxni ko'ramiz. Birgalikda biz bashorat tafsilotlarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda 10 ta raqamni qayta tilga olinadi. 10 ta shoh, 10 ta podshohlik. Muqaddas kitobni qanchalik aniq ekanligini ajoyibdir. Bibliya bashoratlarida shular aniqdir. Oyoqdagi 10 ta barmoqlar temir loy bilan aralashgan 10 ta shohlikdir. Ushbu ashyolar birlashmaydi. Boshqa barcha shohliklar esa bir bo'lgan. Butunlay temir boldir, butunlay mis qorin, butunlay kumush ko'krak, butunlay oltin bosh. Bu esa oyoqlar temir va loydan. Ular birga bo'la olmaydilar. Ular alohida 10 shohlik. Demak, agar biz Yevropa shohligiga qarasak, ularni 10 ta eykanligini ko'ramiz. Bu German qabilasining xaritasi bo'lib, ular 10 ta shohlikni bo'linib ketgan. Va bu shohliklar bugungi kunda Yevropani tashkil etib, ulardan 3 tasi Vandal, Heruls va Ostrogotlar yo'q qilingan.
Uchalasi ham yo'q qilindi. Shunday qilib 7 tasi qoldi. Bu juda muhim, chunki bashoratda bu 3 tasi o'rnini bittasi egallaydi. Bunga keyinroq qachonki hayvon belgisini mavzusiga kelganda ko'ramiz. Keyingi taqdimotda bizni nima kutayotganini bilib hayron qolasiz. Doniyor 2-bob 43da temir bilan loyning qorishmasi yana shundan dalolat beradiki, o'sha zamon hukmdorlari quda andalik yo'llari bilan shohliklarni mustahkam qilmoqchi bo'ladilar, ammo bir-biri bilan qovusha olmaydi. Qovushma so'zi ingliz tilida so'zma-so'z qovushib bir-biriga yopishadi degan ma'noni anglatadi. Temir loy bilan qovushmagani kabi. Doniyor 2:43. Demak, Yevropaning rivojlanish tarixiga nazar tashlasak, ushbu 10 barmoq va alohida qabilalarni turli imperatorlar Yevropani birlashtirmoqchi bo'lib, yagona jahon hukumatiga ega bo'lishni xohlaganini ko'ramiz. Bu haqida ilgari eshitganmisiz? Globallashuvda shunday urinishlar bo'lgan, lekin bu Xudo aytganlarga zid edi. Xudo ular hech qachon qovushmaydi degan. Ular birlashmaydi. Ammo temir loy bilan qovushmagani kabi, ular ham biri-biri bilan qovusha olmaydilar. Napoleon o'z vaqtida aytgan: "Men Yevropa tizimini yaratmoqchi edim. Yevropa qonunlari kodeksi, apellyatsiya Yevropa sudi, Yevropa bo'ylab odamlar bir bo'ladi. Yevropa yaqinda bir mamlakatga aylanadi. Bir millat." Tarixchi aytishicha, Yevropani Napoleon hukmronligidan xalos bo'lishi Rossiya tomonidan emas, Germaniya va Angliya tomonidan ham emas, balki Xudo qo'li bilan bo'ldi. Bu ajoyib emasmi? Zamonaviy tarix bo'yicha Arnold ma'ruzalari qachonki hammasi tugaganda oxirida Napoleon shunday dedi: "Xudo juda kuchli bo'lganidan uni mag'lub eta olmadim." Doniyor kitobining 2-bobida biz o'qigan bashoratni u ham o'qigan. U Xudo juda kuchli bo'lganidan uni mag'lub eta olmadim dedi. Yagona jahon hukumati bo'lishi mumkin emas edi. Qovushish bo'lmaydi, chunki Xudo bunday bo'lmaydi dedi. 4 dunyo shohligi oxirgi 10-si qovusha olmaydi. Dunyoda ko'p odamlar yagona jahon hokimiyatini yaratish uchun harakat qilishgan, lekin bu sodir bo'lmaydi. Doniyor 2:21da u zamon va davrlarni o'zgartirar, shohlarni taxtdan tushirar, taxtga o'tkazar. Xudo hamma narsani nazorat qiladi, mutlaqo hamma narsani. Gitler haqida qiziqarli hikoya bor bo'lib, uning uyida bir masihiy ayol xizmatkor bo'lib ishlagan ekan. O'sha ayol Gitler uyida Doniyor kitobini 2-bobini o'qigani eshitganini aytgan. Bir-biri bilan qovushmaydi. U tushning shu qismiga kelib, o'qigandan so'ng juda g'azablanganidan muqaddas kitobni olib, uni xona bo'ylab irg'itib, "Men g'olib bo'laman, men buni qilaman" degan. Biz yaxshi bilamiz. Chunki Xudo buni bashorat qilgan. Xudo u g'alaba qilmasligini aytgan. Dahshatli voqealar sodir bo'ldi. Osvensimdagi mehnat lagerlari, ochlikdan o'layotgan odamlar, dahshatli, mudhish voqealar. Shunga qaramay Gitler g'alaba qozonmadi. Xudo ular bir-biri bilan qovushmaydi degan. Ular birga bo'lmaydi. Ular bir butun bo'lmaydi. Yaqinda bir do'stim shunga o'xshagan taqdimot o'tkazdi. Taqdimotdan so'ng bir ayol uning oldiga kelib, unga bir bo'lak sovun uzatdi. U ota-onasi o'sha lagerlardan birida bo'lganini aytdi. Mening ota-onam o'sha yerda bo'lgan. Bu sovun bo'lagi konslagerlarda yoqilgan odamlar tanasidan qilingan dedi. Bu dahshatli. Bir kun do'stlar, bir kun Iso kelganda bularning barchasi tugaydi. Hozir bu dunyoda sodir bo'layotgan hamma narsa to'xtaydi, tamom bo'ladi. Chunki Iso yaqinda keladi. Daniel 2:43da temir bilan loyning qorishmasi yana shunday dalolat beradiki, o'sha zamon hukmdorlari quda andachilik yo'li bilan shohliklarni mustahkam qilmoqchi bo'ladilar, ammo temir loy bilan qovushmagani kabi, ular ham bir-biri bilan qovushmaydi. Doniyor 2:43. Muqaddas kitob shunday deydi. Bilasizmi, Yevropada nimalar qilib ko'rishmaydi? Quda andalik qilib ko'rishdi. O'sha paytda ko'plagan shohlar va qirolichalar, shahzoda va malikalar bir-birlari bilan qandaydir bog'liq bo'lgan. Ular harakat qildi, lekin bu bo'lmadi. Yevropani birlashtirishni iloji bo'lmadi. Hammasi faqat yana bitta katta oilaviy janjalga aylandi. Buyuk Karl harakat qildi, Ludovik 14-chi, Kaiser Wilhelm harakat qildi, Napoleon harakat qildi, Gitler ham. Ularni bari Yevropani birlashtirishga harakat qildi, lekin ular hech narsa qila olmadi. Chunki Xudo bu sodir bo'lmaydi dedi. Bu ajoyib emasmi? Doniyor
2:34. Unga qarab turganingizda, tog'dan o'z-o'zidan uzilgan bir tosh dumalab kelib, haykalning loy va temirdan bo'lgan oyoqlariga urildi-da, ularni parcha-parcha qildi. Buni nimaligini bilasizmi? Demak, bu yana qaytib keladigan Iso. Mana bu nimani anglatadi. Haykalga urilgan tosh esa katta tog' bo'lib, butun yer yuzini qopladi. Doniyor 2:35. Yer yuzini qopladi. Xudoning shohligi yagona abadiy turadigan shohlik bo'ladi. Shunday bo'ladi. Ha do'stlar, Xudo shohligi abadiy hukm suradigan yagona shohlikdir. Hech bir odam yagona dunyo tartibini o'rnatishga qodir emas. Hech kim yagona dunyo tartibini yarata olmaydi. Ular birlashib bir butun bo'la olmaydi. Lekin bir-biri bilan qovushmaydi. Doniyor 2:43. Buni unutmang. Yo'q, globallashuv bo'lmaydi. Bu sodir bo'lmaydi. Odamlar intilib harakat qiladi. Ana shu voqealar yaqinlashmoqda. Ammo oxir oqibat yagona abadiy shohlik bu Xudo shohligi bo'lib, Xudo uni o'rnatadi va u Iso ikkinchi marta kelganda abadiy davom etadi. Vahiy 14-bob 6-oyat. Shundan keyin boshim uzra uchib borayotgan bir farishtani ko'rdim. Bu yaxshi xabar emasmi? Bu Injil xushxabar. Iso haqidagi abadiy xushxabar. Bu farishta yer yuzida yashovchi har bir xalq va qabilaga, har qanday millat va illatlarga abadiy xushxabarni e'lon qilayotgan edi. Abadiy xushxabar farishta. Xudodan qo'rqing, uni ulug'lang, uning hukm qilish vaqt soati keldi, dedi. Do'stlarim, Iso yaqinda keladi. U bizga shunday degan: "Men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman. Men borib sizlarga joy tayyorlayman u kelaman." Siz bunga ishonsangiz bo'ladi. Siz Isoni aytganlarga ishonishingiz mumkin, chunki biz Doniyor kitobining 2-bobidagi bashoratni bilamiz. U muallif, u hammasini biladi. U muallif, u ijodkor, u yana kelishini aytgan. "Men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman. Men borib sizlarga joy tayyorlayman u kelaman. Men sizlarni olib ketaman." U siz uchun ajoyib uy tayyorlamoqda. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson aql bovar qilmaydigan narsalarni Xudo o'zini sevganlarga muhayyo qilgan. Kelinglar birgalikda ushbu jumboq qismlarining birlashtiramiz. Biz Xudo shohligini abadiy davom etadigan yagona yangi dunyo tartibi bo'lishini bilib oldik. Bashoratli alomatlardan xabar berishicha, Xudo shohligini yaqinda keladi. Sizga Kivu ko'li haqida aytib bermoqchiman. Hoynahoy siz u haqida hech eshitmagandirsiz. Bu Zairning Kongo sharqida joylashgan, shimoliy sharqidagi qismi. Biz u yerda 10 yil yashadik. Men u yerda bir rasm oldim. Uni sizga ko'rsataman. U ibodatning kuchini ko'rsatadi. Siz hayratda bo'lasiz. Suratda xotinim va qizim daryo suvlarida yalang'oyoq turibdi. Ular ortida esa toshlar ko'rinib turibdi. Atrofidagi toshlarni ko'ryapsizmi? Ular har doim ham u yerda bo'lmagan. Suratda mening yana bir do'stim, Dr. Wallace ham bor. Do'stim o'sha qishloq ahliga shunday dedi: "Do'stlar, agar siz devor uchun tosh yoki kuchli material topsangiz, biz jamoa qurishimiz mumkin." Mening bir do'stim bor. U bizga metal tomni qilishda puldan yordam berishi mumkin. O'shanda ularda somon, loydan qilingan devor va somonli tomi bor edi. Shunday qilib bir kuni ularda jamoat kengashining yig'ilishi bo'lganda hamma yig'ilib, ibodat qilib nima qilish kerakligini o'ylashdi. Odamlarning ko'pchiligi materiallardan faqat somon va loy bor bo'lib, tosh va g'ishtlar yo'q dedi. Shuning uchun ular sovg'ani qabul qila olishmadi. Lekin ularni ba'zilari Germaniyadagi Leipzigdagidek ibodat qila boshladi. Ular ibodat qila boshladi va Xudo nimadir qildi. Bir kuni tunda bu qishloq Ruvenzori tog'lari etagida joylashgan. U to'g'ri Uganda va Kongo chegarasi orasida bo'lib, u yerda qorli tog'lar bor. Bir kuni do'stlarimdan biriga: "U yerga qara, qorni ko'ryapsanmi?" dedim. U bu qor emasligini aytdi. "Yo'q, bu o'sha. Bu shunchaki oq narsa." "Yo'q, qor." Ular ilgari qor ko'rmagan edi. Shunday qilib bu tog' qimirlay boshladi. Hammasi tamom bo'lgandek edi. Ertasi kuni ertalab hamma tashqariga chiqqanda, o'sha joyning orqasida, aynan jamoa qurmoqchi bo'lgan joyda bu toshlar turardi. Mana bu toshlar. Hozirda u yerda chiroyli yangi adventistlar jamoasi bor. Chunki bu ibodat kuchi. Ular ibodat qildi. Xudo, men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman. Men borib sizlarga joy tayyorlayman u, yana kelaman dedi. Isoga yuragingizni berganingizda va ibodat qilganingizda iymonga ega bo'ling. U bizga g'amxo'rlik qiladi. Biz sayyoramizda sodir bo'layotgan narsalardan tashvishlanmasligimiz kerak. Yo'q.
Keyingi dunyo tartibi, keyin o'rnatilishi kerak bo'lgan shohlik bu Isoning shohligi. U o'z shohligini o'rnatish uchun keladi. U biz uchun tayyorlayotgan samoviy uyga bizni olib ketadi. Bu ajoyib emasmi? Keling birgalikda ibodat qilamiz. Aziz Rabbim, Iso uchun senga rahmat. Hozir biz uchun tayyorlayotgan samoviy uyga bizni olib ketish uchun kelaman degan va'dang uchun senga rahmat. Ibodat qilganimizda sen bizni tinglab, javob berib, biz haqimizda g'amxo'rlik qilishingga ishonch berganing uchun senga rahmat. Masih nomi bilan ibodat qilamiz. Amen. Do'stlar, navbatdagi uchrashuvimiz atigi bir haftadan so'ng bo'ladi. Keyingi mavzuda hayvon belgisini birinchi ismini ko'ramiz. O'tkazib yubormang. Ko'rishguncha. thank you